Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana hoji akalarimiz sog' salomat Makka Jidda muborakka kelib qo'nishdi. Mana hozir manzilimiz Madina Munawvaraga mana yo'l oldik inshaalloh. Mana hoji bolalarimiz hammalar yaxshi holatda yetib kelishdi. Sog' salomat, salomatlikda yetib kelishdi. Hoji onalarimiz, hoji ukamiz mana. Kayfiyatlar yaxshimi hoji onalar? Yaxshi yetib keldinglarmi? Ana hammalari xursand holatda mana inshaalloh yetib kelishib, hozir Madina Munawvaraga Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ziyoratga shoshib ketyapmiz. Bugun inshaalloh mana bular ayollarimiz birinchi o'rinda Ro'za muborakka kirishadi. Bularda nimalar chiqqan? Salomlarni berib, sizlarga ham salom yo'llagan salomlaringni yetkazishib inshaalloh. Ana Tojikiston Bapesh. Ana hamma shun nag'iz omadan. Manzilimiz Madina Munawvaraga. Ana shofyor. Kayfa haluk? Alhamdulillah. Mashallah. Jazakallah.